Odam ajratishni bilmas ekansan-u, ularni basharalariga bir qara. G'irt uyushgan jinoyatchilar to'dasini o'zi-ku bular. Shu turishda Tugarindan ham xavfliroq. Oltinni olishadi-yu, juftlikni rostlashadi. Mana ko'rasan, ishonaver. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Bugungi dars qisqaroq bo'ladi, chunki kallam tutab ketayotgandek tuyulyapti menga. Voy, qo'rqib ketdim. Men Judy Hopsman, Zootopiyadagi eng birinchi quyon politsiyachi. Mening malagam. Mabodo o'lib qolsam, menga rafiqa topib, unga sevishimni aytinglar. Salom bolajon va ota-onalar. Tepaga qadir-budir, pastga qadir-budir. Mitta, do'mboq va yashilsan. Muhimi yoqimtoy va ajoyibsan. Unga malikalardek muomala qil. Chunki sen eng ajoyib qizni uchratding. Kim xushmuomalalik simptom emas deb o'ylaydi? Yanog'ing bilan labing o'rtasida kulgich degan chuqur bor-ku. Meni o'sha yerga ko'mishsin. Balki ularga yoqilg'i tugaganini aytarmiz. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Hali meni bu yerda nevaralarim ko'p marta kopta o'ynashadi. Yo'dima, ol. Yo'q, olmayman, nega olar ekanman? O'zimizniki bo'la turib, o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Ne. Boqaq. Sol. Nimaga ketadi? Yig'laydi. Sendan ayrilib qanday yashayman endi? Seni yeyman degan ekan, buyon yalinib unga yig'labdi. Voy! To'xta ey parovoz, shoshma bir nafas. Konduktor tormozni bosib tur birdam. So'nggi bor onamga salom beraymen. Meni ko'rib qolsin mehribon onam. Maftun buldum güzel bir canamga. Voy, oying o'rgilsin, azim. Keldingmi, bola? Ha, to'xta. O'sha jodugaringdan kechmaguningcha diydoringni ko'rmayin. Yo'qol. Dalil iqror. Ro'molcha. Yoningda bo'lsa qaytarib bersang. Yo bu yerda yo'qotib qo'ysang, yo xotiningni qo'liga tushsa, janjal chiqarib yuradi. Nechun ibolali qahramonim. Chapdast qochib qolding. Isnoddan tayi. Birgina umidim nabiramdan, vatanimdan bir ishqim. Komil Yarmatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Garchi shuncha mag'rur tursa ham piyolaga egrar choynak. Bordi-yu unga derazadan kallang bilan pastga sakra deganingda, ikki dunyoda ham sakramasdi. Yashash aziz hissi dilda kezganda, vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Qora ko'zim kelim mazlum. Men ishonaman. O'zbek adabiyotini kelajagi porloq, bu buyuk adabiyot. Mana bu reklama va bu reklamadagi bolakay yodingizdami? Bitta ko'ring, keyin originalni ko'rsataman. Xonangni tozala, o'yinchoqlarni yig'ishtir. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Hozir borib, men yosh bolamasman deyman. Hay do'stlar, aynan mana shu reklamadagi bolakayning originalni ko'rsataman. Samuel, salom. Друзья, всем assalomu alaykum. Samuel, mana shu reklamaga tushgan paytingizda necha yoshda bo'lgansiz? Qanday jarayonlaringiz sizda qolgandir balki va bugun nimalar bilan bandsiz? O да, вспомнил, когда мне было 5 лет. Ha, esladim. Men bu reklamaga tushganimda 5 yosh edim. Bu juda shirin mahsulot. Hozirda 14 yoshman va Angliyada yashayman. Hamda Londonning Brighton kollejida o'qiyman. Juda ham ajoyib. Samuel, biz sizga Londondagi o'qishlaringizda omad tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Hammaga rahmat. Eslaganingiz uchun tashakkur. Ana shunaqa gaplar. Yana kimlarning originalini ko'rishni istaysiz? Kommentariyada yozib yuboring. Domboqqina yumshoqqina. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Voy! Ko'zingni och. Sen Malika Fionamisan? Ha, men. Meni xalos qiluvchi Bahodirni kutyapman. Juda soz, ketdik. Shoshmang janob Bahodir. Bu ilk uchrashuvimiz.
Nahotki unutilmas onlarga aylantirishni iloji bo'lmasa? Bo'pti, bir og'iz so'zingiz, xonim. Voy, to'xtang. Nima qilyapsiz? Siz meni qo'lingizda ko'tarib, pastdagi egarlangan tulporga oynadan sakrashingiz lozim. Sen buni uzoq o'ylab pishirib qo'yganmisan deyman. Voy, siz bag'ishlov she'rini yoddan o'qib bermaysizmi? Balladami, sonetmi? Nima bo'lsa ham mayli. Voy, meni eshityapsizmi? Sizga aytyapman. Buni iloji yo'q. O'rtoqlar, bu faktni men o'zim hozir bildim, balki siz bilarsiz, bilmasangiz zo'r yangilik. Kichkina tabibdagi Saidaga kim ovoz berganini bilasizmi? Teshovoy aka, iltimos, yo'limni boshqa to'smang. Men originalni ko'rsataman. Tada! Bu men edim. Unday ancha tovushim nozikroq edi va shu joyda bilasizmi, qaysi sahnani esladim? Mana shu ikkinchi qavatda dublash jarayonida o'sha basseynda rahmatli Murod Rajabov bilan Karim Mirhadiyevning sahnasi bor. Keyin u yugurib chiqadi. Dada, u jinni, unga ishonmang. Dada deya baqirgan joylari bor. Dada, eshitmang uni. Do'ma ketgan gapiga ishonmang, hammasi yolg'on. G'irt yolg'on. Ishonmang gaplariga. Jinni bo'lmasa shunaqa deydimi? O'chiraveringni. O'zi ham bilmadim, 20 ta dubl qilgan Zulfiqor chakakkinam charchab qolgan edi. Ovozi zo'r tushgan lekin. Men hozir bildim o'zim. Saidaga men tovush berganman, chunki Saidani men yaxshi bilaman. Shodiya ansamblida ishlab yurgan paytlarimda u yoshgina qizaloq biz ansamblimizga kirib kelgan. U russimon qiz edi. Rus tilida gaplashardi, shuning uchun o'ziga o'zi tovush bera olmagan va uni manera, podachasini men yaqinroq bilganman. O'zbekistonda va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Zokirov ovoz bergan ekanlar. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Dublyajimizning 2 afsonasi aynan jazda faqat qizlar deb nomlangan filmda juda zo'r ishlashgan. Mana shu parcha menimcha bu filmni ko'rganlarning hammasini yodida bo'lsa kerak. Bitta ko'ring, mazza qiling. Oyimga qo'ng'iroq qildim. Xursand bo'lib ketdilar. Senga nikoh kunlari kiygan oq to'r ko'ylaklarni hadya qiladigan bo'ldilar. Yo'q qo'ysangchi Ozgut. Men ularni ko'ylaklarini kiymayman. Axir ularni qomatlari bilan meni qomatimning o'rtasida farq bor, axir tushunsangchi. Qayta tiktiramiz. Yo'q, shu yetmay turdi. Ke Ozgut, ochiqchasi gaplashaylik. Men senga hech qachon xotin bo'la olmayman. Nimaga? Negaki sochim bo'yalgan. Buni aloqasi yo'q. Men chekaman, parabozdek tutaman. Buni ham aloqasi yo'q. O'tmishim chatoq. Men ko'p erkaklar bilan yurganman, bildingmi? O'tkazishga salavat. Ey Xudo. Men hech qachon bola tug'a olmayman. Asrab olamiz. Agar bu ham yetmasa, unda eshit. Men erkak kishiman. Nima qilibdi? Har to'kisda bir ayb bor. Diyas Rahmatov va Mirzabek Xolmedov juda ham maromiga yetkazib ijro qilishgan. Bu filmni menimcha yosh kattalar ko'proq eslashsa kerak, chunki ularga bu qadrdon bu film. Shunday ekan, bitta yuborib qo'yib, ularni ham bolaligini, yoshligini eslatinglar. Men esa originalni ko'rsatishda davom etaman. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Aytishim kerakki, shu yerda xizmat qilaman. Yaknimda harbiy kiyim. Ularning hammasi menga halok bo'lgan yerimni eslatadi. Kim bilan bo'lmasin, meni avvalgi qismatim takrorlanishini xohlamayman. Tushun, muxlislarimiz to'yda ham, konsertlarda ham bir xil. Faqat farqi shundaki, ular konsertga kelib sani ijodingga baho berib tomosha qilishadi. To'yga bo'lsa yoqtirgan xonandalarini taklif qilib raqsga tushishadi. Qo'shki birontangiz ishlaring yaxshimi deb so'ragan bo'lsangiz-ki, mendan nimaga yig'layapsan deb so'rashga haqqingiz bo'lsa, hammangiz dardingizni to'kib sochasiz. Men-chi? Meni kim eshitadi? Shunda bolani ushlab turing. Men ana u yerga kirib chiqay. Bo'ldi. Bemalol. Nimaga meni yerim o'ladi? Shubhadom, yerimdagi o'ladi. Gapir. Nimaga o'ladi? Men bu yerda jo'ralarim bilan qumor o'ynayapman, ha? Yuring, uyga ketaylik. Iltimos. Qanaqa gap uqmas xotinsan? One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Bu ovozni eshitmagan, bilmagan, kerak bo'lsa yaxshi ko'rmagan odam bo'lmasa kerak, to'g'risi. Hozir ko'ring, eshiting, ikkita obrazlarni yozib olgan ekanman, ancha vaqt oldim va kommentariyada fikrlaringizni yozib oling. Xalq, men sendan ham qudratliroq brendman.
agar bundan yuzlab chaqirimlarida ham kimdir pora olmoqchi bo'lsa, unga olma, yo'qsa gabbar keladi deb aytishadi. Ha, men gabbarman. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Hojiakbar Komilov. Umrlari uzoq bo'lsin ustozi. Xudo xohlasa tez kunda yana ularni ziyorat qilishga boraman va balki yana chiroyli videolar olarmiz. Albatta sizlarni kommentariylarni ham o'qib eshitiraman xudo xohlasa. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. O'rtoqlar, tayyormisizlar? Yaqin 10 yillikning eng zo'r filmlaridan bir nechtasini ko'ramiz. Qayoqqa qarayapsiz? Kim? Menmi? Sizga qarayapman. Siz ko'zimga emas, peshonamga qarayapsiz. Yo'q. Nima? Peshonamga ajin tushibdimi? Yo sho'r bosibdimi? Yo'q. Peshonangiz tep-tekis. Xudo haqqi tep-tekis. Go'yo maqsadini. Odamni havosi keladi hatto. Sho'r bo'lmasa sizlar bilan ishlarmidim? Qani, boshla. Bugun ob-havo yaxshi, ha? Nima bu senga gidrometsentrda ishlaydimi? Ob-havoni so'raysan bundan? Qayoqdan olding bular gaplarni? Kinodan. Undan yana hozir atmosferani so'ragin, qaysi planetadan kelganligi haqida so'ragin. Dada, hozir meditsina rivojlangan. Axir qiz kasal bo'lsa u o'ladi degan gap emas-ku. O'ladi! O'ladi! O'lmagan taqdirda ham bir umr farzand ko'rmay o'tib ketadi. O, nodon bola. Nima? Meni butunlay pushtimi qilmoqchimisan? Gap tamom. Dada, bugundan e'tiboran u qizni umuman miyangdan chiqarib tashla. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Hadichaxon, keling hozir tomoshabinlarga siz o'ynagan eng top kinolarni eslatamiz. Maylimi? Qani, ketdik. Uyga Lola ayol keldi. Izzat esa uni haydab yubordi. Unaqa dema qizim. Ularni oyilik. Yo'q dadajon, u meni oyim emas, u yomon odam. Yo'q qizim. Hech kim senga o'z oyingdek bo'la olmaydi. Tog'ajon, Qizilidan qochib yursiz, menga o'xshagan qizni sizga kim tug'ib beradi? senga o'xshagan qizni menga Xudo beradi. Gap istoriyu. Bir sirni sizga aytaymi? Bir qizga uylanib, uni sochini silaysiz. U sizga kichkina chaqaloq olib beradi. Bildingizmi? Gapimni tushunyapsizmi? Xotin kerak, xotin. Tushundim. Bizga xotin emas, to't kerak, to'tga. Nima qilamiz? Choy icharamizmi? Biz choy ichmaymiz. Bizning uyda hamma dasturxonga o'tirmaguncha hech kim nonushtani boshlamaydi. Agar qorningiz ochib ketgan bo'lsa, bemalol boshlavering. Biz dadamizni kutamiz. Hadichaxon, o'zi aslida xonandasiz. To'g'ri. Nimaga keyin kinematografiyadan uzoqlashib ketdingiz? Keyinchalik rolda ham sal o'zgardi. Уже kinodagi meni statusim boshqacha bo'lishi kerak edi. Kimdir qizi, kimdir jiyani bo'lgan bo'lsam boshida, keyinchalik kimdir ayoli, kimdir shunaqa sevgani. bo'lishi kerak edi. Menga unchalik yoqmadi. U ota-onam ham qarshi bo'lishardi baribir. O'shaning uchun keyin boshqa yo'nalishdan ketishga qaror qildim. Ajoyib. Biz sizga omad tilaymiz. Rahmat. Qaysi yo'nalish bo'lsa ham va har doim sog' bo'ling. Rahmat. Hadichaxon. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Bitta savol bering. O'shanda sigaretni birinchi marta chekisizmi? Shaytanatda Hosilboyevachchaning bolaligini kim o'ynagan degan savolni ko'p berdingiz. U obrazni eslaysiz, ha? O, bitta-ku. Bitta. Kim berib Hech kim. Men o'zim sizga nima olib kelding? Sizni yaxshi ko'raman. Men esa originalni ko'rsataman. Tadam! Mana Hosilboyevachchaning bolaligini o'ynagan inson. Assalomu alaykum. Miraziz Mirkomilov. Xo'p, Miraziz aka, avvalambor yo'q demagan uchun rahmat. Ana endi o'shanda necha yoshda edingiz? O'shanda 13 yoshda edim, yanglishmasam. Litseyda o'qib yurardik. 13 yoshda. 13 yoshda. Kinoga taklif qilinishingiz qanday bo'ldi? Kinoga taklif qilinishim o'sha Yodgor Sa'diyev ko'rib qolganlar. Endi to'g'risini aytsam, rahmatli dadamlar bilan To'lqin aka Mirkomilov bilan yaqin bo'lishgan. Tipajim to'g'ri kelib qolgani uchun To'lqin aka bu bolangiz
Hosilboyvachchani roliga to'g'ri kelar ekan, syomka chaqiraman deb chaqirgan. Yana tomoshabinlarga bitta kichkina sirni ochamiz ruxsatingiz bilan. Tohir Malikning qarindoshisiz. Ha? Nevara jiyanlari. Nevara jiyanisiz. Yozuvchini o'zlari nima deganlar? To'g'ri tortadi obrazing deganmilar, yuzing, tipajing. O'sha Hosilboyvachchani kattaligini o'ynagan aktyor Furqat Fayziyev bir-biringlarga o'xshabsizlar deganlar. Tohir Malik o'zlari. O'zlari shunaqa. Ana. Qarang qanaqa zo'r e'tirof. Va bugun umuman kino sohasidan uzoqdasiz. Nimalar bilan bandsiz? Qaysi sohadasiz? Hozir endi tibbiyot sohasida Shohmet klinikasida faoliyat olib boraman. Undan tashqari hozir ilmiy ishimni ham davom ettirmoqchiman. Iqtisodiyot fanlari doktor ilmiy darajasini olishga harakat qilmoqchiman, albatta. Bitta savol bering. O'shanda sigaretni birinchi marta chekisizmi? Menimcha birinchi marta, lekin BTni birinchi marta chakishim. Endi shunaqa. Miraziz Mirkomilov, aziz do'stlar, aka katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. San Shomilga ko'rsatib qo'yaman. Menga ishlaydigan bo'lasan. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Kim u? Akam. Nima ish qiladi? Hozir qamoqdan chiqdilar. Ha, qamoqdan chiqdilarmi? Xayr. Kinoga taklif qilinishingiz qanday bo'lgan? O'shanda aynan shu obrazga. Ilgari kinolarga taklif qilish juda ham qiyin edi, kastinglar bo'lar edi, lekin o'zimga umuman uverin emas edim. O'sha semizman deb qochib yurardim, lekin o'sha do'mboligim, o'sha beg'uborlik bilan yetib ketganman kastingda. Va rostdan ham Panoh shu paytgacha filmografiyangizda eng zo'rlardan bittasi bo'lib turibdi. Har kun novellaga deyarli chiqaman, lekin nimaga ko'rinmay qoldingiz, Panohdan keyin yo'q bo'lib ketdingiz deb aytishadi. Ana, ko'rdinglarmi? Xo'p, qaysi sahna ko'proq qiyinchilik tug'dirgan? Eng qiyin sahnalardan bittasi bu Farruh Soipovni belini masaj qiladigan sahnam bor. Chunki o'zim og'ir bo'lganman, o'zimga noqulay bo'lgan. O'shandan keyin Farruh aka почти 2-3 hafta kelmaganlar, chunki bellari og'rib qolgan. Chunki men ko'p anaqa qilganman deb masaj qilib. Ana hamma yog'ingiz galereya bo'lib ketibdi degan joy bor-ku. Aka, hamma yog'ingiz galereya bo'lib ketibdi-yu. Va ovoz o'zingizniki. Ovoz yo'q, ovoz berishgan. Kim ovoz bergan? Bilmayman shuni. Bilmaysiz? Yo'q. Voy, buni ham qidirib topishimiz kerak ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat. Original. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Va nihoyat originalni ko'rsataman. Tadan! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obidjon Inag'omov, aziz do'stlar. Monika? Dugonim bilan tanishdimsan meni? Aynan mana shu Gogik obrazini o'ynagan akamiz. Obidjon aka o'zgaribsiz lekin. Endi vaqtsiz kelmay ham o'zgaradi. Necha yosh edingiz aka o'shanda? 23 yosh edim. 23 yosh. Gogik, ya'ni g'ayrat. Gogik. Endi ozgina gapirib bering bu serialga kelib qolishingizni. Men 98-yilda institutda o'qidim, madaniyat institutida. Gangida rasmiy restoranga kirganda ovqatlangan. Xudgor ekanman, Jamshid o'tirishgan ekan. Keyin ularga yozdim salfetkada. Shu shaytonatda qatnashdan bo'ladimi deb. Bo'ladi, Qalqon studiyasi deb yozib berdilar. Keyin bordim. Gaplashmadinglarmi shunda? Salfetkada qatlashdinglarmi? Ha, o'shani o'zi hal bo'lib ketdi. Borgandan keyin o'sha 11 ta odam konkurent bo'lgan ekan menga. Mana shu obraz uchun. Mani Yodgor akamni Hamzaka Jamshidga talashgan. Voy shunaqami? Hammani. Lekin ba'zi bir insonlar buni sal noto'g'ri qabul qilgan. Lekin san'atni tushungan odam to'g'ri qabul qiladi. Zo'r o'ynagansiz, lekin to'g'risi, juda ham bir o'xshagan va keyinchalik nimaga kinolarda ko'rinmadingiz? Endi mana shunaqa shaxsiyatga teggan negativlar bo'lgandan keyin ikkita soham bor dedingiz, bittasi madaniyat sohasi va bugun turizm sohasi. Turizm sohasi demak ko'proq ustun kelib, hozir shu sohada ishlayapsiz. O'zi yoshlikdan turizm bo'yicha ketganman-da. Ha. Endi Obidjon aka, agar mana oradan yillar o'tdi, agar hozir kinolarga taklif qilishsa, rol o'ynaysizmi? Endi agar jiddiy rollar bo'lsa o'ynayman, nimaga yo'q. Menimcha rejissyorlar uchun yaxshi bir topilma, yaxshi bir tipaj. Mana shunaqa Obidjon Inag'omov, qadrli do'stlar, va nihoyat bu insonni ham topdik. Aka, sizga katta rahmat. Sog' bo'linglar. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni.
va hokazo. Nima? Siz onalar kuniga men bilan she'r yodlashga va'da bergan edingiz. Mayli. Ayta qol tezroq. Bo'l. Do'mboq yuzlarimni opadi, sochlarimni taraydi har kun. Ko'zimga kelmasa uyqu, tonggacha alla aytar, eng yaxshi onam mening. O, zo'r-ku. Bu juda ajoyib chiqdi. Keyin oxirisida yoqimligina kulib qo'yding. Qani yana bir marta takrorlachi, faqat endi so'lib qolayotgan guldek emas, xo'pmi? Sal yaxshiroq qilib. Aha, do'mboq yuzlarimni opadi, sochlarimni taraydi. Juda soz ketishim kerak. Ishtirok etmay qo'ya qolay. Nima? Nega ishtirok etmaysan? Oxir oyim yo'qlar-ku. Konsert uchun bu muhim emas. Masalan, urush qatnashchilari kunida qo'shiq kuylading, lekin urushda bo'lmagansan-ku. Bu boshqa narsa. Ha, to'g'ri. Unda sen tasavvuringni ishga sol. Ya'ni o'zimni oyim bordek tutaymi? Ha, shunday. Bu qo'lingdan keladi-ku, to'g'rimi? Ha, tushundim. Rahmat. Shahzodam, men sizga xizmat qilmoqchi bo'laman-u, xizmat qila olmayapman. Sizga oson tutmoqchi emasman-u, lekin nima desam ekan? Bir ifloslik qilgan odam bu ishni ikkinchi marta ham qiladi. Haydar akam haq gapni aytyaptilar. Oldin ichki siyosiy ishlarning yordamchisining yordamchisi va uning yordamchisi bo'lib ish boshlagan. Shunda bir haqiqatni anglab yetgan. Hech bir ish qilmasa, uni ayblay olishmaydi. Shu kundan boshlab hech bir ish qilmay lavozimi oshdi. Shu zaylda hech bir ish qilmadi. Yana lavozimi oshdi. Shu bo'yi hech bir ish qilmay lavozimi oshaverdi. Va nihoyat shu kungacha hech bir ish qilmay eng yuqori lavozimga ega bo'ldi. Hanuzgacha hech bir ish qilganicha yo'q. Yonimga kel. Yoningga borsam, momiqini tumshug'ing lat yeyishi mumkin. Oy. Kimdan? Otasidan. Otasini taniysanmi? Uni onasi bilish kerak-ku. Onasi kim? Uni o'zidan so'raymiz. O'zi kim? O'shalar bilsa kerak. O'shalar kim? Ota-onasida. Buni kimligini bilmay turib, ota-onasini bilib bo'larkanmi, ahmoq? One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. O'rtoqlar, sizlarda Yuli bor-ku, o'shani gapi bor ekan. Iltimos, Shohlayfga obuna bo'lib qo'yinglar, xo'p? Endi Sidni gapi bor ekan. Voy, iPhone 17 Pro series Va nihoyat Kung Fu Pandani gapi bor ekan. O, naqadar ajoyib. Suhbat zo'r bo'ladi. Tomosha qiling. Shohlayfda yangi loyiha, mashhur dublyaj aktyoriga bitta savol loyihasini boshladim va Elbek Mirzohidovga o'zimni qiziqtiradigan bitta savol beraman. Elbek Mirzohidov, birinchi eng ko'p beriladigan savollarga nuqta qo'yaylik aka. Xo'p. Elbek Mirzohidov Instagrami bormi? Elbek Mirzohidov Instagrami yo'q. Yo'q, shuning uchun menga obuna bo'laveringlar, men imkon qadar ko'rsatib turaman. Kung Fu Panda. Xo'p. Sid. Xo'p. Yuli ot. Uchalovi deyarli bir xil qahramon, ovozi ham deyarli bir xil. Nimaga? Deyarli bir xil. Umuman bir-biriga o'xshamagan obrazlar negaligini tushuntirib beraman. Chunki u yerda ovoz emas, bu yerda xarakteri har xil. Mana masalan, aytaylik, Sidni oladigan bo'lsak, bechoraroq bir odamlar bo'ladi-ku, o'sha bechora odamga o'xshaganda u ham hokisor juda o'zini aniq qiladigan va Iltimos, men masaqaman deb, iltimos yordam beringlar. deydigan obraz. Shuncha vaqt ochnahor, bedor yurib mittivoylarimni boqdim. Yuliga o'tadigan bo'lsak, Yuli qitimir odamlar bo'ladi-ku, mana masalan har bittamizda ulfatimiz bor, qitimir odamlar bo'ladi. O'sha qitimir odamlardagi gap tashlaydi misol uchun. "Oh, bilasanmi, sanichi mana qilsa, hozir mana Instagramga yozdi, san aytding. Boshqa obraz. Qanaqa gapiradigan ot? Men gapiradigan tulporman. Shamaxa pingvinining gapini qarang. Uchinchisi panda. Masalan, panda u insonlar o'zimizning oramizda ham bor shunaqa insonlar. Ya'ni semizdan kelgan, o'zi juda ham mehribonda, nimanidir qilgisi keladi, lekin qo'pol qilib ketganda o'sha rus tilida parod qilib qo'yadigan insonlar bo'ladi. Shunaqa u
ham arzimagan narsadan hayratlanadigan voy iPhone 17 Pro deydigan endi har xil. Sen tomon bo'ron kelmoqda. Ko'zlaringni yum. Bo'lmasa barmoqlarimni tiqib olaman. Ko'rganlaring beshikka birtar ilon, maymun, laylak va yo'lbars. Pandani ko'rganmisan? Yetarlidir. Yetarli. Rahmat. Salomat bo'ling. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Va nihoyat do'stlar, men dahshatli mesh polvonni topdim. Siz ko'p so'radingiz, originalni ko'rishga tayyormisiz? Unda originalni ko'rsataman. Tadam! Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Iya, kam bo'lma oshnaginam. Baraka top. Mana dahshatli mesh polvon Yusufjon Ismoilov. Yusufjon aka, necha yoshda edingiz o'shanda aka? Meshpolvon kinosi syomkasi boshlangan paytda 2000-yilda 14 yoshda edim. Chaqirishgan. Borganman. O'tda 40ta, 45ta, balki ko'p ham bo'lishi mumkin. Endi men taxminan aytolman. O'sha Meshpolvon roli uchun kelgan dombo bolalar. Eshik turibdi, daraxt tagida. Men sabzali siqilyaptilar. Hech kim minolmayapti uni. Endi biz kech qolib borganmiz. Alfepa degan shu ikkinchi rejissyor aktyorskiy mahoratlar hammasi kastingdan o'tilgandan keyin nimaga dahshatli mesh polvon keyin kinolarni ko'rmadi? Endi sabablari bor. Oilaviy sabab. Oilaviy sabablar. Endi otam yo'q deganlar, bo'ldi o'ynaysan deganlar. Bugun nima ish qilasiz? Hozirgi kunda shu asosan qishloq xo'jalik sohasi bizaniki. Gulchilik hozir asosan o'sha chet ellardan gul olib kelib, bu yerda yetishtirib sotamiz. O'sha hozir Xitoy davlatidan ko'proq gul olib kelyapmiz. Shu quvralarda narsa qilib, shu gulchilik sohasi hozir asosan bizda shunaqa. Tushunadi. Yusufjon Ismoilov aka, intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni. Bolaligimizning ikkita qahramonini topib oldim. Ko'ring, maza qiling siz ham. Marhamat. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bu amerikalik ikki mashhur dublyaj aktyorlari Nathan Lane hamda Ernest Sabella. Qadrli do'stlar, ular Timon va Pumbaga ovoz berishgan va Qirol Sher multfilmini biz maza qilib bolaligimizda ko'rganimizda Hakuna Matata tarjima qilinmagan. Ularning ovozi bilan eshitgan ekanmiz, ko'rgan ekanmiz do'stlar. Zo'ra, men sizga qiziqarli kontentlar taqdim etishda davom etaman. Siz ham yurakchani qizartirib qo'yishda, kommentariyaga nimadir yozib ketishda davom eting. Originalni ko'rsataman. One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni.